Mexanika Spark'ning zo'r holatdagisini qidirib yurganlar uchun to'g'ridan-to'g'ri egalaridan navbatdagi juda ham ideal holatdagi Spark avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiyasi 3, zavodskoy 3 tepasida shoxlari bilan bu 2 emas, bosib o'tgan masofasi probegi 155 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari a'lo darajada, umuman hech qanaqa rasxodi yo'q, olasiz, haydaysiz. Oyog'ida 14 diametrli yaxshi yumshoq yangi balonlar taqib qo'yilgan. Saloniga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar qaranglar, bir dona ham sarapinasi yo'q. Bu bo'yab qo'yilmagan. Bu zavodskoy 3-paysi, mana bunaqa stalnoy bo'ladi. Bunaqa joylari 2-paysi esa qora bo'ladi. Bokovoy zerkalolar ham elektronniy, mana bu joydan boshqariladi. Tushunmaganlar uchun ma'lumot o'rnida berib ketamiz. Chexol poligi bor. O'zini shtatniy magnitofonida video registrator o'rnatilgan. Qanaqadir eskicha antiradari bor. Juda ham akkuratli salon, umuman hech qanaqa aybi yo'q, salonida qirilgan joylar yo'q. Kuzoviga keladigan bo'lsak, tekis holatdagi kuzov, tosh tegmagan, qirilmagan, bo'yalmagan, bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishinglar mumkin, paroklari ham ezilmagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $5700. Mashina faqat naqd pulga sotiladi, variantga berilmaydi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.